Mana shunaqadan hozir 2 barobar ko'pini yoqib bo'ldik. 15 million 20 millionga o'tin sotib olasiz. O'tin sotib olamiz. Buni maydalash uchun yana birovni ushlaymiz. Bu ham pulga qilinadi. Pul qilinadi, aralab berish uchun. Mana har yili 2 kamaz o'tin olasiz. Qishdan chiqish uchun bo'lmasa 10 millionga yaqin pul ketadi. Albatta 10 million. Yiqqan pensiyangiz, o'sha ketadi. yig'ib o'tirgan yaxshi kunlaringizga yig'ib o'tirganni berishga majbur bo'lasiz. Mana yig'ib qo'yamizda. Mana bunda choptirasiz. O'tin yoqasiz. Shu yoshga kirib, o'zim mana shularni tayyorlab bolalarga quruq qilib qo'yaman. Juda yaxshi. Yaxshi. Ana o'tinni ko'rdingiz. Men o'tinlarni ko'rsatib qo'ying bunda. Nariyog'iga ancha uzoq. Qarang, Saramjon. Keyin juda ko'chatlar ekibsiz, bog'larga tarafsiz. Qarang. Ana endi bu yoqda prezidentimiz aytayotdilar-da, mahalla bekor bo'lmasin. Hovlida daraxt, mevali daraxt ekinglar. Albatta. O'zi boqadi. Ana shu. Qarang, daraxt